Bolalar, assalomu alaykum hammaga. Xullas bizlarda shunaqa muammo qoldi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mini ekskavatorda bu gusinchli lenta chiqib ketdi. Mana. Endi bu kaltalik qildi, yonimizda boshqa texnika yo'q. Bunaqa holda nima qilish kerak? Eslab qo'ying, mana shu kovshni bosamiz u, oldini ko'tarib olamiz. Endi natijitel bo'ladi. Natijitelni endi yechamiz u, mana shu yerda liniya degan bo'ladi. Mana shu narsa natijitel deb aytiladi ruschasiga. Mana shu joydan smaska qilinadi. Ana endi mana uni bitta bosamiz. Bitta bosamiz. Bostirib mana uni chiqaramiz oxirigacha. Mana shu holatda, xudo xolasa, narsa yo'q. Bu zamon buni mana shunday qilib torttirmaylar. Iloji boricha bunday ko'taramiz. Ushbu videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsangiz, o'zingizga albatta kerak narsalarni olasiz. Iltimos shunaqa videolardan birinchilardan bo'lib ko'rishni xohlasangiz, mana shu kanalga hozir obuna bo'ling. Rahmat. Bolalar, assalomu alaykum hammaga. Xullas bizlarda shunaqa muammo qoldi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mini ekskavatorda bu gusinchli lenta chiqib ketdi. Mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana shu joyi chesterdan mana shunga tushishi kerak. Endi nima qilamiz bu yerda birinchi o'rinda? Ko'rayotgan bo'lsangizlar, hamma katta ekskavator, kichkina ekskavator hammasida mana shu teshcha bo'ladi. Teshchaning ichida natijitel bo'ladi. Natijitelni endi yechamiz u, mana shu yerda liniya degan bo'ladi. Mana shu liniya mana shu tomog'i. Mana shundan bosamiz. Hozir mana boshlatamiz. Katta ekskavatorlarda 10 marta chapga qayrilardi. Hozir endi bu harakat qilyapti, o'shaning uchun iloji boricha oxirigacha chiqarib olmaymiz. Ko'rasiz. Можете снимать меня, да? Оттуда сбоку, чтобы видно было. Так, чтобы... Сейчас. Это для ютуба, если что. Shu mikrofonni shunday yaqin taqamiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Qanday bo'ldi imtihon? Qayerdan keldingiz? Hammasini o'zingiz haqida bir ikki og'iz ma'lumot berib o'tsangiz. Men ismim Sodiqzoda Bekzod. Farg'onadan keldim. Bugun ertalab keluvdik, mana pravani olib qaytyapmiz soat 5larda. Murod akamga rahmat. Ishlaringizga omad. Shoshlik akajon. Shoshlik rahmat. Ishlaringizga omad. Beamag YouTube Murod akam bachay xubay. Pravo gita deysa. Gapningiz, salomat bo'ling. Rahmat aka. Bo'ldi, hozir yechdim. Buni qo'lni oxirigacha yechganim yo'q. Hozir endi mana shu yerda bosaman, ichidagi smaskasi chiqib ketadi. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, ichida o'zi mana gusankasi sekin-sekin chiqishni boshladi. Hozir bossam yana chiqadi. Smaydi-da. Mana shu narsa natijitel deb aytiladi ruschasiga. Mana shu joydan smaska qilinadi. Hozir endi buni oldik. Endi uni bo'shab qo'ygan teshikdan yo'qdan smaska chiqishi kerak. Hozir mana shu turib bosamiz. Burada koygan bo'lsangizlar mana chiqdi. Buni ekskavatorni o'zini strelasi sal kattalik qilyapti. Kattalarda bo'ladi bu narsa. Ya'ni o'zining strelasi bilan shunday joyga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Endi bu kaltalik qildi, yonimizda boshqa texnika yo'q. Bunaqa holda nima qilish kerak? Eslab qo'ying, mana shu kovshni bosamiz u, oldini ko'tarib olamiz. Endi bitta lom bilan harakat qilamiz joyiga tushirishga. Agar mabodo sizda shunaqa suvchi bo'lib qolsa, iloji boricha mana shunaqa qilsangizlar to'g'ri bo'ladi. Ola, biz sepni joyiga qo'ydik. Mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, можете поближе показать, брат. Вот. Короче, sepni qo'ydik, hozir bolalar yordamida ana endi nima qilamiz? Mana natijatilni obrat o'rniga qotiramiz va smaska qilamiz. Smaska qilgan paytda mana shu nima ko'tarilib, o'sha taranglashadi bu narsa. Hozir buni ham bu joyini ham ko'rsatamiz. Oxirigacha qotiramiz, yaxshilab, чтобы smaska u yerdan chiqib ketmasligi kerak bo'ladi. Mana natijatilni qotirib ham oldik. Ana endi smaska bilan buni mana shu yerda xuddi ana kovshani smaska qilganday qilib smaska qiladigan bo'lsak, mana shu tortiladi. Zakaz qilganmiz, olib kelishgan. Har zamon buni mana shunday qilib torttirmaylar. Iloji boricha
Bunday ko'taramiz. Ana shunday qilib yerdan uzilish kerak. Chunki biz ko'rishimiz kerak qancha nima qilayotgan. Hozir shu joyda ko'rasa qancha taranglashadi. Simaslik qilgan sayin. Demak, ichida qolmabdi. Buni ham ko'rsatib olamiz. Mana qanday qilib buni bo'shatamiz. Eskisini olib irg'itamiz. O'rniga yangisini solamiz. Mana shu joy bilan mana polni oxirigacha chiqarib olamiz mana. Bu yangi ekskavatorchilar uchun o'rtoqlar. Yana nimalar tushunib o'tirmaydi. O'qitib borlar biladi buni. Mana so'rib oldik. Ana endi xuddi banisha kolani qopqog'ini ochganday qilib ochamiz o'rtoqlar. Endi mana uni yopamiz. Ana endi mana uni bitta bosamiz. Bitta bosamiz. Bosib turib mana uni itaramiz oxirigacha. Mana. Mana shu holatda Xudo xolasa nimamiz tayyor. Akajon мне помог. Спасибо, что это поставили это на гусенка место. Akajon, пару слов нашим ребятам из Таджикистана. Ну что сказать, все, молодец, он тоже, нам тоже вот здесь. Можете на таджикском? По таджиким. Да. Как вот, мы удам, на море юрдам, когда стоим, мы хотя мы кор, когда стоим, мы нам бардор, чебудай. Нам чем дора, как это называется? Экскаватор. Экскаватор. Мы же хам патент में दावदा कोर यानी जब मारहमत बिन दासान पेटरबुर्ग की बारूदा как зовут? Мурат. Акай Мурат, вот молодец он. Akajon, rahmat kalon. Salomat bo'ling. Xo'p, mayli. Demak, hozir kachat qilamiz, ko'rasizlar qancha o'zi taranglashishini. Qanday? Aylantirgandik, o'zi yana hozir slab yo'q bo'ldi, sababi bir joylarga bormay turgan bo'lish mumkin. Ana endi hozir boshqatdan yana taranglashtiramiz. Mana, endi yana bir marta aylantirib olamiz. Mana. Ana endi o'zi normalniy bo'ldi. Buni tushirib bitta ko'ramiz. Mana. Ko'rgan bo'lsangizlar, normal mana shunaqa holatda sizlar ekskavatorni gushankasini taranglashingiz mumkin o'rtoqlar. Sizlarga videolarimiz yoqqan bo'lsa, mana shunaqa videolarni ko'proq chiqishni xohlasangiz kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Va kanalingizda o'rtoqlar bilan do'stlaringiz bilan ulashing. Xudo xolasa yangi ekskavatorchilar uchun, yangi texnikaga qiziquvchi odamlar uchun shunaqa videolar chiqarib boramiz. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.